أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitabul Faraidi. Meni bu faraizniki kitabıdır. Yani miras, toğırlık mirasını bayan kılıdığan mene kitaptır bu deydemdi. Şimdi faraiz. Faraiz degen faridatunninki cem'isi faraiz hadikatun hedaikun. Hedaiku degendek bu bir cem'i. Esi faridatunninki cem'isi fard yani kat'i. Benimki lügat menisi. Bir nesi keskellik, ölçügellik ve onu bayan kılarlıknınki üzerine bu ne deydi Arapça tilde bunu farz deydemdi. Şimdi farz gelmene bunun mənisi aşında olup onunki şer'i mənisi de bu iki xil. Birisi farz dep kelgen bolsa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mana onunki hükmünü enik kılıp berketken kılış kıtıgış olan ahkamlarınki hemsini nime dep ataydı onu? Farz dep ataydı. Mesela namaz, roza, zakat, hac, cihat digeledek. Mana muşno katta onu nime deyimiz onu? Farz ibadet deyimiz. Çünkü bu farz ibadetniki bu lügat mənisi bir narsani ölçeş ve onu berkitiş ve onu bayan kılış olan bolgandikin Allah Teala bu kılgan bu farz ibadetlarniki onunki kandak ekanligini keskin hüküm bilen bayan kılıp onu ölçep onunki muayyen yani çiki ve onu ya uşuk ya ki kamkısı katli bolmaydigan muştah nimeler o emeller. Mesela namaz, zakat, hac, cihat, raskep kılış digeledek benim şu ahlak taraftan bolgan hem nasiki üzerine benim Kur'an ve onu bayan kıparagan hadis Resulullah'da onu kandak kılsa namaz oludu. Kandak kılsa zakat oludu. Kandak olsa hac oludu. Geldiğini kıpagan onu Allah Teala muayyenleştirip onu çok bayan kıpagan onu hiç kanda bir adam onu hoşup ya ki elip kılışınki hiç kanda nimesi yok onunki hakkı yok. Hem onda kılışınki üzü katli dememesi o dursunuz. Hem de yeni bir mənininki üzü burunki neme kitaplarınki üzü de faraiz dep gelse bununki mufredi farizatun. Farizatun degen gapning üzü miras degen məninim kıldı köz tutudu. Hem de bu mirasniki üzüne farizatun, faraiz dep atışı Kur'an-ı Kerim'deki Allah Teala farizatan minallah degen ayetke asasen ve onun da başka bir kanç ayetke asasen miras ilmininki üzüne farize dep nim kıldı onu ataldı. Çünkü nimişka degende miras toğırlık boğan muş hüküm ve onu da boğan kaldak adam kançılığını aldı, kançılığını anmaydı. Digeledek muşundak hükümlük üzü Kur'an-ı Kerim'de muayyen kılıp onu nimukan onu beketken. Mesela yerim 3'ten biri, 3'ten 2'si, 4'ten biri, 6'dan biri, 8'den biri degендek benim bununki hükmünük üzerine bunu Kur'an-ı Kerim'de enik kılıp nim kılgan onu beketken. Enik kılıp beketken bolgandikin bu itibarla onu Allah Teala benim bunu üzü bayan üzü ölçep benim mançılık bersek boludu. Bana mançılık beriyorlar, ana ançılık vermenler mandak oludu degenini enik kılıp keskin kılıp bunu kis bunu nim kılgan onu bayan çok kılgan. Hem onun için ölçep çok beketken. Bu ölçem. Şu ölçemden hiç kanda bir adam ya ziyade kılıp ya ki kem kılıp mundakan bolsa uçağın üzerinde bu ne bulmaydı o beni Allah'ın hükmüge unugan çok bulmaydı. Yani bu itibarla ilim mirasının üzerine miras ilminin üzerine farz yani faridat onunki cem'isi olan faraiz dep atılışık sebep çoğu benim muşu. Yani bu kitabı faraiz degen benim miraslarınki hakkını miraslar doğruluk gap kılgan neme o kitap degen neme de mani doludu. Endi bu miras, ilim miras degen gapning üzü, bu miras degen gap. Asli miras degen gapning üzü bununki isim alet olup, onunki
Mana mazi mudorisi varasa yarisu irs hem miros hem mirosat deydigan shundoq nimalar bor lug'at ma'nosi cho'ba buniki masdar ma'nosi. Buniki asli ma'nosi bir odamdan bir yerga nima qilish yo'tkilish. Bu nima deydi uni? Varisa yarisa deydi. Ya'ni bu varisa yarisa deb ataladi. Endi buniki shar'iy ma'nosi miros degan gap. Mana uniki bir qancha rukunlar bor. Mana buniki bir qancha nimalar bor, sabablar bor. Uniki Qur'oni Karimda degandek muayyan o'lcham bor. Şunuğa tushib o adam shu ishni qilgan bo'lsa, bu miros deb nima qiladi uni ataladi. Unda o'g'anlikin bu mirosniki o'zi, mana mirosning o'zi jazman miros bo'lish uchun mana o'lgan odam bo'lish kerak. Ikkinchidan buniki ikkinchi rukuni u odamniki qilib qolgan melichu bo'lishi kerak. Uchinchisi varis bo'lish kerak. Anadaki bu üç rukundan ibaret olan bu neskerehninki üzerine anadaki bu yer vücutku çıkan bolsa uçağın üzerinden miras vücutku çıkadı. Eğer o adamninki üzerine o yani üç nesniki birisi resmen vücutku çıkmagan bolsa uçağın üzerinde bu hiç kadar vaktin üzerinde mirasçı olmaydı. Mesela bir adam ölmekti. Ölmey durup bu adamninki pul melini varsanınki üzerine onu taksip kılımızda bölüp bunda kısa duruşçu emez. Cezmen ülüş gerek. Ölgendikin andikin. Ülüşün özü hakikiy ülüş. Ha va hükmen ülüş. Hükmen ülüş degan gapning o'zi. Mana bir odamning haqiqiy ülüşga hammadan biladi. Mana hükmen ülüş degan gapning o'zi bir odam bir yo'qolib ketibdi. 5 yil, 10 yil deganidek yo'qolib ketgan bo'lsa, o'chanimizda shar'iy hüküm orqali bu odamniki mahkamadan mana yo'q deb bu odam o'lib ketdi xabar olmagandikin degan bo'lsa, mana o'chanimizda bu nima? Mana buni rasmiy o'lganimiz ko'mdik, ammo shar'iy tarafdan mana madam manchil yaşagan bo'lsa, uningdiki buni xabar bilingan bo'lsa, o'ldi deb hukm qilamiz degan, mana hukmga asosan hukman nimqon bo'ladi, u odam o'lgan bo'ladi. Mana mushundaq odamniki mana pul mel olgan bo'lsa, pul meli mana mualla yani o adam o'lib ketgandan keyin pul meli olgan bo'lsa, anidikin varis olgan bo'lsa, uningdiki nim qilamiz, uningki o'zini jazman uçağın üzerinde bunu taksim qilamiz. Anidiki bu mirası ucu bo'ladi. Hamda ikkinchisi nima? İkincisiniki o'zi miras oladigan varisxo'rlar. Bu varisxo'rniki o'zi jazman o adam shu varis olgan odamning o'zi o'lgan vaqti o'zida mana mavjudchu bo'lishi kerak. Mana o'lishniki oldida o odamning o'zi o'lib ketgan bo'lsa, mana bu odamning o'zi uning nima bo'lamaydi, varischi bo'lamaydi. Varischi bo'lamaydi. Endi bu odamniki rasmiy mavjud bo'lish uchun mana buningda nima qilish kerak? Jazman o odam hayot bo'lish kerak. Uningdikin o odamniki bir ayolni bolasi olgan bo'lsa, bolasiniki o'zi jazman o çağınızda şu ölgendiği killa bu taksimatı qilib bo'lish jarayoniga ağırlıkçılık jazman o balın üzü bu ayolning üzüden nima qilish kerak? Mana jonliq holatda tug'ilgan vaqtida ovoz chiqarib aniligicha tug'ilishi kerak. Bir qator ovoz chiqarib shundaqlar dunyo kelgan bo'lsa bu hayot bo'ladi. Agar undaq qilmay, men o'lib tushgan bo'lsa, buni varis deb bekitilmaydi. Varis deb nima qilmaydi, unga bekitilmaydi. Beklemegendikin uçağımızda yeni bir skendikin ayağınınki qo'shig'idan mesela 7-8 aylık ama da hop ketdi. Şu uçağın özde cezmen bu ayağının qo'shig'ida balan hayat. Bu hayat olup cezmen bu balının özü hayat tug'iladi deydigan mushunda bir doktorlarniki nemisi olgan bo'lsa, uçağımızda mirasning o'zi bir mezgil saqlab tug'ilgandan keyin andikin berish yoki olmaydi o'lmalarimizning ba'zisini deganicha shu vaqtga o'zidimi o balalar uchun taksibchi qilib berish kerak qolgan nimani aldab nima kelsa buni aldab kelsa deydigan mushtaq nimalar va hukmchi bor. Hamda yana birisiga uchinchisi mirosniki o'zi jazman o bo'lish uchun mol bo'lish kerak. Eğer o adamniki meli vücut bulmasa, o çağın özde bu adamniki mallarını varsa, qancha ayet olsun mu, o ayetlik adamniki özü, o çağın özde o ölüp geçsin, onu taksim qilishi bo'lmaydi. Çünkü mal oluş gerek. Mal oluş gerek degan gapning özü bu adamning o'ziniki halal kasb bilan rasmiy topgan malchi bo'lish kerak. Anadikin o malning o'zini nima qilamiz, o çağın özde miros qilib uni nima qilamiz? Taqsimchi qilamiz. Mana mirosniki 3 tane asas nimasi bor?
rukuni çoğba. Yani bu nima asas rukuni var. Bu narsaniki o'zi vujud chiqishi shu kerak. Endi bu miros ilminiki o'zini aslida burungi davrning o'zida miros degan gapni o'zi fiqh kitoblarning ichida ayrim bir bob bo'lib, buni nima qildi? Shu bo'yicha bir o'qiydi, ham shu bo'yicha buni o'rgatdi. Keyingi davrning o'zida bu miros ilminiki o'zi ayrim bir ilm bo'lib, fiqh ilmi kitoblarning o'zini ayrim chiqarib, bu ayrim bir ilmning qatorida nima qilindi? Uni bekitildi. Aslida bu miros degan gapniki o'zi Qur'oni Karim hadis Rasulullohda ashundoq bab, hamda Qur'oni Karim oyatning ichida bor. Hamda keyingi davrimizda ilm miros deydigan bu ilm mirosniki ayrim bir nima qildi, buni vujudga chiqardi. Mana ilm mirosniki o'ziniki asos rukuni bu. Unda o'g'aniki buniki mavzui. Bu nadin nima to'g'ri gap qildi desa, buniki asos ilm mirosning o'zi gap qilgan nemisi, men o'lgan odam bormi yo'qmi, andikin varis bormi yo'qmi, meli bormi yo'qmi deganidek va undan boshqa Qur'oni Karim va hadis Rasulullohda men shu kishilarning o'ziga qancha taqsim qilib beramiz? 8 dan 1mi, 6 dan 1mi, 3 dan 2mi deganidek men mushundaq taqsim qilib bergandan keyin o'zi nima deymiz uni? Mana buni men ilm mirosning o'zi mush tarafdan nima qiladi? Tadqiqchi qiladi. Tadqiq qilib, undan mandaq bo'l ekan, andaq bo'l ekan deydi. Bu ilm mirosniki asosiy mavzu nimasi? Uni oladigan manba Qur'on, hadis. Qur'oni Karimda asosan buni nima qildi? Uni Alloh taolo men uchun bayon qildi. Uning ichida ma'lum bir maxfiy qolgan yoki oshkorada aniq bo'lmagan bir taraflar bor. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining hadisidan, shuningdek mujtahid olimlarning o'zi shu Qur'on va payg'ambarlarniki shu taqsim qilgan taqsimotga asosan uni bir qancha nima qilgan hukmchi chiqargan. Mesela hemiz okşaydı, bazı taraftan Hanefi, Şafii mezhepte okşamayanlar kısmı bir ahval var. Böyle bununki asas menbeyi Kur'an-ı Kerim, hadis Resulullah ve ulanınki Kur'an'ı ve hadisi asas kılan müştehid alimlarınki nemesi ictihadi. Yani bu yerden ne kılımız onu menfaat alımız. Hiç kandak bir adamınki özünki hıyali, özünki fikri, özünki düşüncesi, özünki yaşavatkan devleti, ya ki başka qarab, ben mirasın özü müştakmet, mümin, Müslüman boğan adamın nispeten, bu adamınki özü şunda kılışın hiç kandak nemi yok, duruşu bombaydı. Neymiş kan? Çünkü ilim mirasının özü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem degandek, mana İmam Buxoriy özü şartga asosan uni rivoyat qilmagan bo'lsa-mu, lekin boshqa muhaddis olimlarniki o'sha rivoyat qilgan hadisga asosan men payg'ambarlar bir qancha hadisni bu to'g'riliqchi o'g'irish to'g'riliq targ'ibchi qilgan. Bu qatorimizda meni payg'ambar alayhissalom ta'allamul faraid. Siz ilim mirosini nima qilinglar? O'rganinglar va o'rgatinglar. Ögününü ve ögütüğünden ben uzak kalmay, ben ülüp getimen. Ben ülüp getimen, uçağın üzerinde mene ilim mirasını bilmek hep kalsanlar uçağın üzerinde. Bu ne boludu? İşki adamın özü bir zaman geldi ki, mene işki adamın otursa ağramaydıgan bir devir geldi o. Degen, bu işte mezmunda bir kançenimiz var, hadis var. Bu keyinki babның üzerinde bu doğruluk hem geldi o. Hem de ilim mirasının özü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi asasen ümmetlerindeki içinde birinci olup yoqaydigan, ehemmiyet vermeydigan ilimlerin qatarı hesaplanır iken. Peygamber şuna bir işaret etdi iken. Neymiş kan? Çünkü ilim miras degen gap pul mal degen gap oldu. Pul malın özü bu. Hemme adam bunu umrah olgan iken Kur'an hadisinki özüge rayik qılgını unmayın. Özünki hissiyatı ve fikir ve düşünceki asasen men Müslüman, men mümin dep turup mu müştahim qılgan iş var. Men unmaydigan bir şu iş var. İş olgan bolğany bu itibardan ilim mena mirasniki özü ilimlerin içinde tunji qatam amel qılınmaydigan mena muşta bir halat bolğanını Peygamber sallallahu degen. Endi bu ilim mirasniki özü sebepleri var. Mana uniki sebepleri, uniki mavzuları, uniki şartları deganidek uniki nimalar var? Ahkamları, hem uniki nereden faydalı emas, nereden menfaat alamiz, nereden uni fayda alamiz ve uniki rukunları çoba. Bu ilim mirasniki özü ayrı bir fen olup, bu ilimniki özü her bir milletniki özüde, her bir rayon, her bir mahallenin özüde, mana şunu biladigan bir alimniki bo'lishi farz. Bunu bir öğrenişin özü nima? Farz kifoya.
Farz kifoya degan gapning o'zi shu millat, shu xalq, shu rayon, shu joyning o'zida mana ma'lum darajadagi bir ikki yoki bir qancha olim kishilarning o'zi o'qib shu orqali xalqning ehtiyoji qamdash nimasi olgan bo'lsa, qolgan kishilarniki o'zi nima emas u o'qimasa kifoya bo'lib gunohkorchi bo'lmaydi. Agar u odamniki o'zi hech qanday ma'lum o'zi kor yo'q, nima qilsa mayli deb mushtaqan bo'lsa, u chog' o'zida bu nima bo'ladi u qat'iy durustchi bo'lmaydi. Endi ilm merosi to'g'riliq mana shu rukunni bor qisqacha. Endi bu ilm merosniki o'zi Qur'oni Karimda deyishcha, Qur'oni Karimda degan shu hozir o'qilgan oyatga asosan tilka hududulloh va man yuti'illaha va rasulahu va man yuti'illaha va rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha va zalikal fawzul azim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَذَلِكَ خَالِدًا فِيهَا وَذَلِكَ عَذَابُ الْمُهِينِ degan mazmun azabul muhin shu mazmunda. Yani bu oyatning o'zida bir odamniki jannat kirish va do'zax kirishniki asos nimasi nima ekan? Mushu meros, ilmiy merosni nima deb taqsim qilgan bo'lsa, shu bo'yicha amal qilish kerak ekan. Bu nima u? Farz. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tilka hududullah. Mana shu mirat oyatniki o'zida mana manchilik qilamiz deb boshlatdi. Bo'lgandan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mana mushu nimadir tilka hududullah. Mana yuqorida bayon qilgan mana erga ikki ayolniki nimasini berish, 3dan biri berish, 4dan beri berish, 3dan 2 berish, 6dan beri berish, 8dan beri berish degan Allah Taola'niki insonlarga bayon qilib berkitgan muayyan unutib muda yutib ketish yoki chekin eshib ketish qat'iy bo'lmaydigan nimadir bu hukmlardir. Tilka hududullah. Mana Allohning haddi. Mana siz malni taqsim qilganda o'zingizning fikri, o'zingizning tushunchasi yo o'zingizning turayotgan yering nima asosan emas, siz mu'min musulmon bo'lgandan keyin shu yerda shuk tursiz. Shu bo'yicha sallamlar deb nima qilsiz, unga itoat qilib shu bo'yicha taqsimchi qilasiz. Mana bu nima? Hududullah. Va man yuti'illaha va rasulahu. Kimiki Allohga bo'ysunsa, shuningdek Allohning rasuliga bo'ysungan bo'lsa, nimada? Merosniki o'zini taqsim qilishda. Mirosni o'zini nima qilishda? Taqsim qilishda. Allohning rasuli qanday taqsim qildi? Qur'onda Alloh nima debdi? Payg'ambar buni nima deb izohlab amaliyatni ko'rsatib deb beribdi. Men mushliga bo'ysungan bo'lsa bir odam yudghiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bu odamning o'zi Alloh taolo men tahtida ekib turgan men nimalar eriqlari bor jannatga kirgizadi. Va zalika fawzul azim. Mana mushundaq jannat kirishniki o'zin eng cho'ng nimadir o, men baxtli turmushga erishganlikdir. Deb mana jannatga kirishniki o'zini mana shu ahkam masalasi, meros masalasi o'zidan mana Qur'on hadisga bo'ysunishni Alloh bo'ysun dedi. Uning jazosi nima bo'ladi ekan u oxiratda jannat kirdiganmiz. Hamda oyatning oxirida va man ya'silloh va rasulahu. Kimiki Allah'ın Resulü'ne asi yoktu. Benim nimişimde ben anım antaqılma, benim ihtiyarım bəsən məyli deyib, balvaqların üzünü ağrıbdı, oğlum mandaqdı, kızım mandaqdı, manı verəmən deyib, hiç qandaq qılmay, yoki olmaydı o adamın üzü, hazır bu qanun doğru emasken, bu miras neymiş o, ayalların xalqını qıptı, mandaq qıptı deyib, ben muşunda bir düşənlik asasən, bunuğa oqub turib, əməl oqub turib, bilib turib, onun asi olub, onu unumğan bolsa, yəni oxumağan bolsa bir gəp, oxumağan bolsa. Amma bu yerdə bu adamın özü bunun iman edirken, onun kişini işinirken, nem kılırken, ama öz ihtiyara boptu ben mirasını almayayım. Boptu meneki ya akam ya inim balları okullarımız küçükken boptu o ağzın bir gep. Uca ağzı biz gep. Ama bunu bilip durup, düşünüp durup, okup durup onun ihtiyacı varken bunu koya edip, ben kanunu ve mesela dep açta kan bolsa, kan da kılıdı Allah Teala o adamını mengu kalıdığın dövzak akirdi. Yudkhiluhu naridan haliden fiha. O adamın üzerine mengu kalıdığın dövzak akirdi. Ve zalike ve bu olsa en çok büyük bir nimedir o kıyamet günü nispetle bu adamda resvalıktır.
u yerda rasvo bo'ladi. Sen mo'min musulmon turib yoki mush dunyoda mushu sen mo'min musulmon turib sen shuni mening kitobim Qur'on hadis deb turib sen buni unmaydigan mushtafir adam deb buniki oqibati mushtafir rasvolik olib keladi deb Alloh taolo Qur'oni Karimda taqcho degan bo'lgandan keyin mushu oyatga asosan mushu har qanday bir odam o'ziniki merosini Qur'on va hadis sunnatga asosan mushunda qilmagan bo'lsa jannat kirishga nima bo'ladi, muvaffaq bo'ladi. Agar uni unmay, mana har xil sababdan yoki u merosini shunday olib ketdi hozir, baldiriq bermayman varis qo'lining o'ziga. Unda haqqi yo'q. Bundaq bir haqqi yo'q. Bu haqniki o'zi Alloh taolo allamaqachon buni beklemaydi. O adamning balisi men askirlik faqat shunday qilib ketsin. Yoki anda qilib ketsin, manda qilib ketsin. Bu adamning o'zi o balaning varislarning o'zi mo'min, musulmon bo'lgan bo'lsa, yoki kafir, yoki murtad, yoki boshqa dinda bo'lgan bo'lsa, u varischi bo'lamaydi. Uning miroschi bo'lamaydi, uning bamischi bo'laveradi. Meni mushunda turgan ashta qilsa bir odam o'ziniki pulning o'zini ma balamga manchilik, aniga anchilik, aniga bermayman, maniga bermayman debdi. Yoki qonunni yoki boshqa yerga orqashga boshqa nima bilan mushtaqan bo'lsa, u chog'ning o'zida bu odamniki o'zi devzaq kirishga nima bo'ladi, sababchi bo'ladi. Endi islom dinimizda mushu mol to'g'riliq nihoyatda bek Qur'oni Karimda mana ahamiyat berdi. Shuningdek zakat, uningdan boshqa mana miras masalasi alayda Alloh taolo bu Qur'onda alayda e'tiborchi bergan. Nimishqa? Chunki Alloh taolo har bir odamga bergan molniki o'zini muayyan shaxsiy mulk ham dunyoda, ya'ni tug'ilgan qadar, ya'ni balog'at ishlab boshlab o'lgan qadar bu odamga shu ishlagan natija, ishga harakati, shu ishlagan natijaga asosan Alloh taolo bu odam nima qilgan uni vaqtliq u molning o'zini qandoq qiladi bu odam deb bergan vaqtliq hayotlik, ya'ni o'lgan qadar bergan bir nima omonat bir mol. Omonat bir vaqtda asli molningki egisi kim? Alloh taolo. Mushundoq bo'lganligi uchun shu zakatni Alloh o'zi Qur'oni Karim 8 yerda berkatdi. Shuningdek meros men to'g'riliq men bir odam o'lib ketgan bo'lsa molni, endi hayot qadar siz buni yashadingiz, endi buniki sizga lozim emas. Men o'zimcha buni kimga taqsim qilish men o'zim qilaman deb boshqa bir odamga nima qilmay, buni Qur'oni Karimda muayyan uni nima qilgan uni berkatgan. Meni nima qilgan u berkatgan. Chunki molningki egisi haqiqiy butkul koinot, butkul mavjudot, shuningdek butkul sizniki hayotingiz, butkul narsalarning hammasi Allohning mulki. Meni haqiqiy mulk. Agar sizniki mulkingiz bo'lgan bo'lsa, siz mushu dunyoda ishlab turib, men topgan pul mollaringiz o'zini u dunyoga bilib ketsangiz bo'ladi. Lekin nima bo'ldi? O'lgan vaqtingiz qanday bo'ladi ana? Degan kuchdagi butun kiyimni hammani soldirib, qilib yalang'och qilib, hatto badaningiz o'zida binas qolmasin deb yup tarab opirib, ani shup batim anisi to'g'rilab ashab sep qo'ygan gap. Bu nimani bildirdi? Ya'ni u dunyoda vaqtining hayoti mush ekan. Qon qilib qoldi. Qilib qolgan bizning egisi kim? Allah. Allah. Şu Allah oğalı için şu bu mirasınki meselesi nima o? Pek muhim. Bu meselenin özü de Kur'an hadisga asasen cezmen kılmasak men taptım. Doğru siz ma'lum derecede akıl, tefekkür, iş, hareket bunu kıldınız. Bunun kartta bu malkal sizin hayatınız kartta bunun nima var? Yani bir kan şartları var, bir kan sebepleri var, onun zakatı var, hayır ihsan var. Bunu bilip durup anlayabilirsiniz. Onun deyken hani eşip kalgan bolsa uçağınızda varislarning o'ziga taqsim chiqib bersiz, sizning pushtingizga tushgan tuqqanlaringiz, ota-onangiz, bolalaringiz deganlar. Buni taqsim qilsa sizniki nafsingizga havola cho'q qilinmadi. Siz qanday qilasiz? Uni men qilman. Chunki molniki egizim deydi Alloh taolo, men deb mushtaqchu deydi. Meni unda o'qigan, meni mush ilm mirosning o'zi alohida nima o? Bir muhim zarur bo'lgan bir ilmniki nimasi o qatordan hisoblanadi. Buni qat'iy o'rganmasak bo'lmaydi. Chunki har odam nima qiladi? O'ladi. Ölmaydigan ish yo'q. Bu odamning hech bo'lmaydi deganda, mol mulkniki o'zi bu odam nima qiladi? Unuga qarzi. Endi bu ilim mirasniki o'ziniki yine bilib, buni mushundaq qilishniki o'zi. İlim mirasda yine bununki bir qancha sabablar var. Bununki manfaatini kelishning o'zi, u qavm, uningki foydasi nima? Uni nima qilamiz? Uningki foydasi
Biz o'qisak ilm merosining foydasi. Madam o'lib ketib buniki melaqabda bo'tib qolib ekan, mushuk qilish orqali ma'ni nima qilamiz uni Qur'on ezgi asosan taqsim qilamiz deb uni nima qilish uni bilish. Uni nima qilamiz bilib beramiz. Bu nima bo'ladi biz bilan dunyo va oxiratimizga nima o foyda. Buning uchun nima qilamiz uni o'qiymiz. Uning uchun qat'iy nima qilishimiz kerak, uni o'qishimiz kerak. Endi meni meros masalasining o'zidan mana uni qilgan bir muncha yana qilmas bo'lmaydigan bir muncha ishlar bor. U qavm men meros opirib va qo'yib emas, uning tartib bor. Qanday qilamiz? Bir odam o'lgandan keyin o odamniki oldi bilan bu odamniki mana kapalliginiki o'ziga shu qilib qolgan mollarning o'ziga shuni ishlatamiz. Masalan, ya qo'llash, u yerga olib borish va kaza butun chiqimlarni dafn qilish deganlar chiqimlarni shu odamniki mana shu mollarniki o'zidan meros qoldirib ketgan osh molning o'zidan nima qilamiz uni taqsimchi qilamiz. Endi bu odam unda qilmay tuqqanlar yoki bolalarning o'zi voyoq men o'zim qilaman, o'zi chiqim qilsa o'zining ishi. U o'zining ishi. Ikkinchidan bu odamniki o'zi mana o meros mollarniki o'zi jazman anidikin bu odamniki qazi bormi yo'qmi? Buni qaraymiz ikkinchi usulda. Qazi men ikki xil. Birisi bandalarning qazisi, birisi Allohning qazisi. Endi bandalarning qazisi birisi epto yoki birisiga shu odamning qo'lidagi mol ikkinchi bir odamniki omonat qo'yilgan yo go'ro qo'yilgan molchi bo'lmasi kerak. Unda o'zi darhol uni egisiga beryapmiz bu qazi nimasiga. Bu beryapmiz u odamning melichi emas. Andiki bu odamniki qazi ekan, qaz bormi yo'qmi deb uni rasmiy qo'yib, andiki uni beryapmiz. Bergandikin andiki bu odamniki mesela zakat beramaptimi yani ish qilamapti deb mushtaq bo'lsa bu bir ayrı bir masala. U chog'imizda bu odamniki boshqa huququlloh bo'lgan bo'lsa yani haqqulloh bo'lgan bo'lsa bu chog'imiz qanday qilamiz desa oldidan haqqul ibodat berib etib undiki haqqullohni qilamiz ya tadrijiy mushtaq bo'lgan gap. Undan andikin haqqulloh mushda bo'lgandikin uni qazi bormi yo'qmi degandiki undiki vasiyat qaraymiz. Bu odam qazi bir bo'ldik, bir bo'lgandikin anidikin bu odamniki vasiyat qilmaganmi? Mana buni nima qilamiz? Uniga qaraymiz. Vasiyat qilgan bo'lsa anidiki bu odam qanchalik vasiyat qildi? Vasiyatning o'zi qilib qolgan moliniki 3dan 1 bo'ladi. Agar u odam vasiyat qilib o'la vaqtning o'zida mana pulning hamini aniq beryapman, ma'ni beryapman desa qat'iy oqmaydi. Masalan, 100 ming qo'ygan bo'lsa 100 ming so'm. O çağınızda bu adamniki 100 ming so'mni hammani balvoqlar ashta varsa barkan uni men bir vatim falan yerga anday yerga bundan qat'iy dursimas. U oqmaydi. Uniki faqat 33.300 33 mo deganida pulning o'zi oqidi qolgan 66 ming 67 ming pulning o'zi varsa taqsim qilamiz. Bu aqancha o az qismi baydi. Unidan jiqvatgan bo'lsa oqmaydi. Faqat shar'iy tarafdan ruxsat qilgan 3dan 1 vasiyat qilib muchani qila olasiz. Muchani shu qila olasiz. Qandikin andiki bu vasiyat bormi yo'qmi buni amallashtiramiz. Unidagi qilib qolgandikin andiki buni taraka deydi. Taraka deb shu o'lgan odam qoldirib qolgan mol unidagi andiki Qur'on deyilgan Alloh taolo Qur'oni karim oyati degan shu varislarning o'ziga buni nima qilamiz? Uniga taqsimchi qilib beramiz. Buni cho'q qilamiz. Buni bilan taqsim qildiki, andiki mushtaq 5 turlik narsa cho'q bor. Endi varisningki o'zi bir odamga varis bo'lish va merosxo'r bo'lishning o'zi islom dinimiz bir qancha nimalar bor. Varis bo'lishga to'sadigan shartlar-chu, narsalar-chu, sabablar-chu bor. Uningki birisi u odam islom dini bo'lmay boshqa din bo'lsa ikkisiniki o'ttirizda varis merosxo'rlik degan gapchu yo'q islom dinimizda. Ikkinchidan murtad bo'lgan bo'lsa, ya'ni murtad bo'lib ketibdi. Ya'ni dindan-chu yenib ketibdi. Dindan yangan bo'lsa, uni dindan yenishning o'zida islom mana islom davlat bo'lgan bo'lsa, islom davlatiniki qoziniki o'zi rasmiy hukm qiladi. Hukm qilgandan andiki shu hukmga asosan andiki buni qilamiz uni mana murtadkan deb bekitiladi. Undiki bu odam ikkisiga o'ttirizdan u o'lib ketsa, bu odam bu o'lib ketsa, u murtad hargiz nima bo'lamaydi o. Uning uchun varis bo'lamaydi. Bu ishda nimalar bor? Shartlar ko'p bor. Undan boshqa qul, hozir davrning o'zida qul yo'q. Qulniki o'zida mana ota bola
deganlarniki o'ttirisida hech qanday vaqtda uchun merosxo'rlikchi yo'q. Nimishqa? Chunki qul degan gapning o'zi hatto o'ziniki badani, o'ziniki hech qanday bir narsaga ega bo'lamay, u ikkinchi bir odamning mulki. Unda o'niki bu odamning o'zi ikkinchi bir odamga molni nima qilsa men uni olaman deydigan huquqchi yo'q. Huquq yo'q bo'lgandan keyin bundoq nima qilmaslik kerak, unga qulchu bo'lmaslik kerak. Mushundaq bo'lgan vaqtida anadikin, ya'ni bir qancha ilm merosda, meros kitoblar deydigan ham payg'ambar sollallohu ko'rsatgan mushundaq, ya'ni varis bo'lishni to'sadigan bir qancha nimalar bor, omillar cho'pa. Men mushundaq bo'lmaslik kerak. Anadikin bu odamning o'zi anadikin nima bo'ladi o'changizda varis bo'lib, anadikin bundoqcha nima qilamiz, uni taqsimchi qilamiz. Babu qavlillahi taala. Men bu Allah Taala'nınki sözünki bayan qilishninki babudur bu. Yani Allah Taala'nınki men hozir kitobni Farazini o'qidik. İlim miras degan kitobning o'zini buni qartab, buniki asosi miras degan gap nereden keldi? Nereden keldi? Qur'oni Karimdan. Tövende Allah Taala her qanday bir odamning qanchalik aylib, qanchalik alamaydiganligini o'zi tövendeki oyatda Qur'oni Karimda Allah Taala nima qilgan, uni bayon qilgan. Hamda Imom Buxoriy bu yer 2 oyatni shu bu yer shu deydi. Hamda miras to'g'riliq bir qancha nima bor, 5-6 dona bir qancha so'rning o'zida bu yer shu bor. Mana asosi mirasninki o'zi. Mirasninki o'zi aslida Qur'oni Karim tushgan vaqtning o'zida, Qur'oni Karim tushgan vaqtida Arab yarim orolida bo'lib hozirgi davrga kelib, mana shu davrning o'zida kofirlar o'ziniki hissiyoti va fikriga asosan o'sha tasvib qilgan bir odat shu bor ekan. Buni da qolgan desa, miros bo'lib o'lib ketgan odamningki o'ziga varis bo'lgan odamning o'zi jazman bir qancha shart bor ekan. Birisi er bo'lish. Er olubmu texo odamning o'zi urush qildigancha bo'lishi kerak. Urush qilib dushman bo'lgan bo'lsa, uni rasmi o'ltirib, mundaq qilgan bo'lsa, andikincha qila oladi. Bo'lmasa shu qila olmaydi deydigan mushundaqcha tushuncha ekan. Buni qarta andikin bular mana o'ziniki o'lib ketgan odamning kichik bolalarga, shundaq ayollarga bermaydigan ashtaq nima ekan, ko'z qarashi bor ekan. Nimishqa deganda bu kichik bola ayollar hech qanday bir bizning qabilani, nimani qo'g'dashgan, hech qanday nima qilgan, kuch qilmagan. Kuch qilmagan, unda miros bermaymiz. Hattoki o'lib ketgan odamniki ayolning malning qatorining o'zida mana sanab o'chadi miros malning qatorida buyuryapti ekan. Mana shunday bir davrning o'zida Qur'oni Karim nima qildi? Tushdi. Alloh taolo Muhammad alayhisalom payg'ambar qilyapti. Men mushundaq adolatsiz, men mushundaq zulmninki ustida mana vaqtning o'zida mushundaq Qur'oni Karim tushdi. Tushib men adolat, to'g'ri, men ravurs, men haqiqiy bo'lgan narsani o'zini o'ttirga Alloh nima qildi, meni qo'ydi. Shuning bilan andikin meni haqiqiy meni miros qandoq bo'ladi, meni ayollarim qanchalik berildi, qandoq berildi deganlik uchun deganlikning o'zi Qur'oni Karim nima qildi, bayon qildi. Meni hozirgi davrning o'zida shu. Hozirgi davrning o'zida o'ziniki kufri tushunchasiga asosan, ya'ni to'g'ri olmagan tushunchaga asosan kofir bo'lsa ishimiz yo'q. Men musulmondir deb turib o'ziniki bolalarga yo u kichikka, yo cho'g'a, yo uni buni bermayman deydigan, hatto boshqa yerga olib borib uniki mushundaq qilaman deydigan mushundaq ongsiz nimalar bor. Men musulmon deb turib, mu'min deb turib qilgan odamlar ko'p bor. Bu nima emas, u qat'iy durust emas. Buni mana İslam dinimizde bundan bir adetin özü Kur'an-ı Kerim düşüşü arka onu nima qildi, onu bitçi qildi, onu vayron qildi, onu bütünlüğe tosvatdi. Sen bu mirasmanın özü özünün ixtiyorla qilsan bo'lmaydi. Çünkü malniki haqiqiy egisi men. Bu adam o'lib ketdi. O'lgandan bu adam o'zining hayot vaqti men musulmon bo'lman dedi. Unda vaqtki shuni asosan men taqsim qilib berman. Shu men taqsim qilib men degan gapga asosan taqsim qilsangiz bo'lmaydi. degan mazmunda oyatlarni nima qildi, o'shan o'zida tushdi. Yana birisi ekan, u vaqtning o'zida shundoq mirosning o'zi taqsim qilishning o'zida mana u shundoq bo'lgan bo'lsa, yana birisiniki o'ziga tahalub deydi arabchada. Bir-birisi bilan do'st bo'lish. Herib. Ya'ni bir odam yeni bir odam bilan, bir qabila yeni bir qabila bilan bundan do'st bo'lgan gap. O'shaningizdan arab yarim orolida uda hokimiyat yo'q, muntazim. Kimning kuchi cho'ng bo'lganmiz, qaysi qabila opirib o suv olamiz, suv degan yo'q, ana shundoq yeshillik yo'q, uni yashaydigan asos nemisi sahro.
unda u yerda suv yo'q, ashundaq yeşillik yani yuzida yashaydi. Yaşagan bunu talishib yurib, kimning kuchi bak yuqori bo'lgan bo'lsa, uni besib olib kirib, undan keyin buni tutib surgun qilib, qul qilib, mushtaq qilgan bir davrning o'zida men nima qilgan, uni mushtaqcha yashgan. Yashgan bo'lgandan keyin bu davrning o'zida bularning o'zi ashundaq mana jazma urush qila oladigan mushtaqcha bo'lishi kerak deb. Uni boshqa bular o'z o'rtasida do'stlik bo'ladi. Mana bir-birisiga nima qarindosh do'st bo'lib, mana bu odam ilib kelsa, o ilib kelsa, buniki mushtaq merosniki o'zi bu nachu berildi. Bu nachu berildi. Bu ishning o'zi iqtidor islomning o'zi ma'lum bir davrning o'zi bu bo'lgan. Uniki amalda qoldigan o mohiyat sharqi. Yana birisiga mana o'ziniki nasli bo'lmagan beqvogan balaniki o'zini mana o odam nima qildi uni mana beqvogan balaning o'zini ilib ketgan bo'lsa o ya bu ikki taraf biz ilib bir varis bo'la oladi. Bu nima emas, bu amaliyotga uyg'unchi emas. Har qanday bir odam bir qiz balani ya bir o'g'il beqvogan bo'lsa, u bala ya o qiz balaning o'zi o odamning suyidan kelmagandan keyin haqiqat mening balam deb beqvogan o'gay bala bo'ladi. Bunun qarta bu odam bilan bu ikkisiniki o'rtasida varis ishchi bo'lmaydi. Fakat varis bo'lish bilan oldingi boshda deganimizdek, jazman bu yerda ikkisiniki o'rtasida qon qarindoshlik tutish bo'lishi kerak. Sabab bu. Uningdan boshqa ikkisining o'rtasida nikoh bo'lishi kerak. Nikoh bo'lgan vaqtida ondan nasab va sabab deydi. Nasab degan, men hozir deganimizdek, jazman o odamniki suydan kelish kerak. Suydan kelgan bo'lsa, ondan bu shar'iy nikoh qilish orqali buningla tug'ilgan bo'lsa, uning ikkisining o'rtasida bu meros bo'ladi. Ammo bir sabab bir nima bo'libdi? Nikoh bo'libdi. Nikohga bir-birisini ayol erga tekkan bo'lsa, shunda vaqtida ayol ikkisiniki o'rtasida varis vujudga keladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Mana shu kufrlik davrin o'zida o'ziniki pushtidan, suydan kelmagan odamning o'zini balaga qolgan bo'lsa, uni qanday qilib ular mana onasining o'zi mening balam deb ash malniki o'zini ashundaq aniq beradigan ishchi bor hozir davrida. Hozir davrida o'zining balalarga bermaydigan, meni olib qo'ygan kim qiz bilan qilsa men shuni beraman deydigan bunday xato tushunish bor. Bu qat'iy nima emas, o durustchi emas. Mana bir odam bir bal berib qolsa, o'ziniki asl suydi kelgancha bo'lmaydi. Bu nima o? Bir tarafdan o'zining bo'lgan bilan yana bir tarafdan nima o? Yot. Nima o? Yot. Yot o'g'ali uchun shuna balaniki o'zini beqaverishning o'zida 2,5 yosh kirishniki oldida beqolgan bo'lsa, uningdagi bu odamning o'zi shu odam ayol bo'lgan bo'lsa, uni imit bo'lgan bo'lsa, andiki bularning o'rtasida mana nima bo'ladi? Bir-birisi yolg'iz qolsa, o'chang o'zi nomahramchi bo'lmaydigan gap. Agar 2,5 yoshdan cho'ng beqolgan bo'lsa bir odamning o'zi, bu odamning o'zi bu ayol oilaning o'ziga yo'q vaqtda kirishga bo'lmaydi. O va o ayol bilan beqolgan o'g'ilning o'zi yaqin opada pashta qilib kelsa, bir yerga menish, bir yerda turish, yolg'iz turishga qat'iy bo'lmaydi. Mana bu nikohniki, mana bu merosniki, mana vujud kelgan mana sabablarniki ham to'sqich bo'lgan omillarning biri mushu. Hattoki hozir davrning o'zida o'zini kelib qolgan shunday bir davr yashayapmizki, ba'zi insonlar mo'min emas. Ba'zi insonlarning o'ziniki varsusi hayvon, eshakka yo boshqa narsaga mushtaq qo'ygan ishning o'zi uchun anglayapmiz. Mushundaq johil. Endi qarab qarsak, voy madaniyat nima deymiz? Lekin bu nima o? To'g'rimi bu? Hattoki o'ziniki hech qanday jonliq binasi yo'q, o'ziniki yo'q binasi kerak, o'ziga varisning o'zi ashaq bo'ldi deb ashaq qilib qoldi deb ashaq qotganini ko'ryapmiz. Mana mushundaq davrning o'zida yashayapmiz. Bu og'ir darajada nima o? Xatolik. Endi Alloh taolo tovanki oyatning o'zida mana erlarga va ayollarga tuqqalar qanchalik berishning o'zida bu oyatda nima qildi? Alloh taolo to'xtaldi. Alloh taolo shunday deydi: "Yusikumullohu fi awladikum" deydi. Alloh taolo sizlarga balonida avlod degan gapning o'zi valadunning jam'isi valad ham o'g'il, qiz har ikkisi nima deydi arab tilida valad deydi. Sizlarga mayli qizing bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, mayli qizing bo'lsin, Alloh taolo mana sizlarga tovanki mush ballariga merosni taqsim qilishdan, ballaringniki o'ttirisida adil bo'lishni nima qildi? Tavsiya qildi. Nima qildi? Hukmchi qildi. Ballarga taqsim qilishning o'zida qiz bolaga oz beraman, yo uni unda qilib, meni bermayman, uni meni oz beraman, men o'g'ilga oz beraman, deyish qat'iy bo'lmaydi.
taqsim qilishning o'zida men ko'rsatgan hukmga asosan bu adil bo'ldi. Adil hukm qilib shu bo'yicha taqsim qilib, meni bo'lishga nima qildi? Alloh taolo seni shu buyuruydi. Da mushtaqcho deydi. Endi bu oyatning tushish sababini bir qancha sebep var. Bunu Cabir radıyallahu ta'ala'nın degan hadisiga asosan biz bir yer bir ketib bordik. Ketib olgandiki shunga bir ayol bir chiqdi, mazmuni shu. Chiqqandan keyin shunga bu ayol o'zining yana ikki qizi bor. Qizni ko'rsa payg'ambar dediki, "Ya Rasululloh, ma qizniki otasi mushtaq seldan chiqqan Badr o't urushida o'lib ketdi. O'lib ketgandiki bu qiz bola cho'ng bo'lsa buni nikoh qilish vaqtida buning pul lozim. Bu pulniki o'zini, buniki mol mulkining o'zini, buniki tog'illar ep ketdi" degan vaqtida payg'ambar alayhisalom bu to'g'riliq sen emsa tupdi. Alloh bu to'g'ri bir hukm qiladi dedi. Uni dikkat bu oyat nima qilgan? Tushgan boshqa oyat deydi. Shundan bu yerda shu jahil davridagi arablarning odatimi qiz bolalarga bermaydi ekan. Aşta kız vallahi vermeyen, kişi vallahi vermeydikken vermeyendeki bu adaletsiz. Unda o ki bunu kartta Allah Teala tövenki ayet deydi ki senin balarınlığa müştak mirasını taksim kılıştaki üzere mene tövenki hüküm bunca ne kılınlar yani adil bir şekilde müştakçı hükümçü kılınlar. Arınlar. Bunu buyuruyordu. Kanda Liz zekeri mislu haddil unseyen. Er kişi taksim kılındı. Yani Badur iki ayalınki nemisi nisvi. Yani bir adam ölüp gitipti. O adamniki bir oğul iki kız kalgan bolsan, bu çağının üzerinde kandak kılımız, o çağının üzerinde, bu çağının üzerinde mene 3 parça kırıp, 3 parçanınki ikisini oğul, mene bir parçanın üzerinde iki kız çoğu nem kılan gap, aladagan çoğu gap. Aladagan gap. Neymiş bundak kılımız? Mene İslam diniga en çok hakaret kıvatkan, mene bu doğruluk gap kıvatkan, mene bir gapning özü meni muşçu şu. Çünkü adalet nimesinde, miras meselesinde İslam'da adil kılma deydi. Sizdeki kördüğünü yeriniz, nahit yakın közünün aldığı giderse görsünüz. Ama bu Kur'an-ı Kerim, mene Allah Teala en katı zat olgandikin hem mines umumizlik nem kılıdı, karap hükümçü kılıdı. Nimişka bu kız vallaha ayallarga müştak az erlerge nispetten bu çıkarak boludu bunun da dedse. Mene İslam dinimizde cemiyetin üzerine er ayalda terkip takkan cemiyetin umumizlik nem kılıdı onuğa mene birleştiriş arka birbirisiga mehr muhabbet birbirisiga yardım mesuliyetini asasçı kılıdı. Kan boğandikin mene cemiyetin üzerinde asasen başka er undan boğan bolsunmu, mele ağacı aksiya inisi olan bolsunmu, bu ak inisindeki üzü bu ayalga nispeten bütün şu öyninki aileniki capalık işleri, mene ticaret, işler, vagıza bütün işlerin hemisi ağır işlerin üzü. Şundak ailelerin bütün çıkımının hemisi kimin üstü oldu? Ayalların üstü oldu. Nime erlerin üstü oldu. Erlerin üstü olgandikken bu itibarla ayallar kandak oldu? Ayalların üzüneki iri tepbergenli şu yeydi. Mene bunun karta çünkü ayallarını bekiş erinin geldiğine vacip. Erinin geldiğine vacip. Şunun için er tekken mene ayallarının üzerinki mene er yerinin bekiş vacip oldu. Eğer onu bakamıgan bolsa uçanızda ayalının üzeri meni bakamı deyin. Diyen muşluğa asasen acırıp gelse bu nime yollu. Şunun için toy kılgan erinin üzü cezmen ayallarını bakalaydıgan, mene yemek içmek turağı cayınçı kılıdıgan, muştakçı buluş gerek dem neme kılıdı, hükümçü kılıdı. Kan boğadıken bunun kartı mesuliyet hem iktisatı küpe erlerinin çok terpeti çok oldu. Bunun için Allah Teala bu adaletli tar manideki, bunumuzun üçüdeki emez, kenar manideki üzerine bunu hüküm kırıp, mene o başka adam anlık mandak emez. Hemminiz sizin kardeşiniz. Hemminiz sizin neyiniz, akı ininiz, ağaçsınız. Ondan bir cemiyet sizdeki yüzü başka tekip geçsiniz mi? O, mene akınız, ininizdeki yüzü başka bir ayağını erkeğimiz o sizin kardeşinizle bəyi berdiğin nelse. Siz yeni bir adam kaşıbansınız, onunki mene ağaç sınırlardan aşta kapkağa miras olmaz. O müştak dümü kıperdi, işçi kıperdi. Onda o ankin cemiyette müştak mene hak, hukuk, adaletin müştak berpa kılışı bir bütün geldi olup nem kılış gerek onuğa yaşaş gerek. Diyen mezmunda müştak nem kadar onuya bəktiklik. Endi bu yerda hozir insonlar nima qildi ki, hozir mushtaq ayollarga yerim, erlar bütün qilib mushtaq qildikamiz bu qandoq ne bo'ldi? Haqorat degan emas. Amaliyotga uyg'un, mana real dunyoga uyg'un bo'lgan bir taqsimot. Bu nima? Mutlaq adolat.
Bunun aldığı ötügen hiç qanday nima yo'q adam. Şuna hozirgi vatanimizda qanday bo'ldi hozir? Ayol huquqda barobar, ham narsa barobar deb oila buzilyapti. Mana oila buzish orqali mana ota-onasiz, bo'lib bu otasiz bo'lgan farzandlar ko'payyapti. Buni bilan andagi jamiyat buzilyapti. O'g'ri, yanchiqchi, qaroqchi mana hech qanday vaqtda bearam qilmayapti. Mana mushundaq qilish orqali u bütün buzuq ishlarni hammasi oila ayollar buzilyapti. Pul yana kirganligimiz yo'q. O'zining nafsiga tatqan odamlar yotaman deb, mana mushta ishni hayot ko'chirman deb mushtachu qoldi. Hozir g'arb dunyosiga qarab baqaring, mush holatda. Shuning bilan ular tug'maydi. Tug'maganidan keyin nasli avlib ketdi, ozlab ketib bordi. Shuni deyilayotgan gap, mana 2050 ya 2100'dan keyin Yevropa tugishidi. Nimishqa? Ular ayollar tug'maydi. Nimishqa? Tug'maydi. Tug'magandan keyin voy nima qilman jafo tortib. Buning bilan andikin mas'uliyatni bilmak, shuning bilan pulim bo'ldi deb, o'sha ko'ngli tatqa vaqtida dik chiqib sira chiqib aytib cho'q qilgan gap. Mana bundoq bo'lishini oldini olish uchun islom dinimiz mana umumiy mana adolat to'g'ri bu gapni tushunib qildi. Tayin kunna nisan fawqa sanatayn. Agar bo'lsa bu ayollar bir ayollar olsa ki 2'den yukarıda. Yani 2'si olsa yukarı tükedi. Ama 2'den yukarı ayollar 3, 4 mındak bir ayol olup kalgan olsa o çağınızda pelahunna solasa ma terk. O çağınızda bu ayollar bağdır. Şu ülüp ketken adam terk etken nersin 3'ten 2'si uluğu verimiz. Mesela 3 tane bir oğul varken bir oğul 3 tane kız ya 4 tane kız. O çağınızda kandak kılımız. O çağınızda oğulağın birini verip, nemisiga 3 parça kırıp, kalan şu 3 ya 4 günün üzüge 2 parçını da aşağıda kağalanım kıparımız ya da taksim çok kıparımız. Ve eğer bolsa ülüp yelikı kep kalan varis ayalının üzü bir uptu. Hiç kadar bazısı yok o adamınki. Ülüp getip de ya ki ayal, ülüp ketken bolsa fakat yalnız kızı varken. Yalnız ya ki onun inisi yok, ya ki akısı yok, müştah olması fakat yalnız kızken o çağınızda bu kızga yerim var. Şu kep kalan mirasının yerim o kızga var emez. Onun deyken eşip kalan olsa andikin tasip şekilde andikin onunki yakın tıkılır kim var, tağısı mı, hammacısı mı diyen edek. Benim müşük tıkkan erkek tıkkallarının kıpırasın onu çok belirgen gibi. Ve şu ülüp ketken adamninki ata-onasi uchun bordir, ya'ni o ikkisidan bo'lgan har biri uchun bordir, 6dan 1 var. Anda bilmasliki bu ülüp ketgan terk etdi. Terk etgan malninki 6dan 1'ini berimiz. Eğer şu ülüp ketgan adam uchun bola bo'lgan bo'lsa, ülüp ketgan adam bolasi topdi. Uniki ata-onasi bo'lgan bo'lsa, u chog'da ata-onasiniki har biriga 6dan 1'ini berib, qolganning o'zini mana bola bo'lganiga yerim yoki oladi, undiki ta'sib shaklda qilib qolgan tuqqanlar bo'lgan bo'lsa, eshib qolgan vaqtda buni uchun beramiz. Eğer o ülüp ketken adam için balası yokken, balası yokken, yalnızken o adam. Ve o adamga o ülüp ketken adamın ata-onasi varisipti. Fakat ata-onasi var, balası yok. Yokken. O çağımızda o ülüp ketken adamınki apısı için vardır, 3'ten çok biri çok var. 3'ten birinin kılmayız, apısı çok birimiz. Eğer bolsa o ülkedeki adam için mene karındaşları varken, yani apısı varken, karındaşları varken, yani aki inisi. O çağınızda bu adamınki apısı için vardır, 6dan 1 var. Benim müştakçının kıparımızın taksimci kıparımız. Benim müştak kırışının üzü, mene bir vesiyeti kim boludu ki, onu bu adam ne kan vesiyet kan. Yani o adam şu ülüşünün aldıda meninki melimde mani bir vetanla an ayağı beyranla diyen bolsa ondaki vesiyet taksim kıpırıp andaki yukarı aşında yerin 3'ten 1'i 3'ten 2'sindeki üzerine müştah nemkarımız ona taksim çok kırmız. Mene vesiyet kaldı ki vesiyet kaldı olar bilen olar onunla vesiyet kaldı ya ki kazço dinkin. Kazdı bir boğan dinkin andaki şu da çok taksim kırmız. Mana bu ayet çıktı. Endi bu ayetimizde vasiyet ilgili olsun qaz ikkinchi
o deynin dep muştaq bolsun, lekin umum ölümalarımızınki hem Peygamber sallallahu hedisiga asasen umum ölümanın göz qarşıya aldı bilen bu adamning gözüne men ado qilishda qazi qaraymiz. Yani ayeti deganimiz onun deyki qaz tugab bo'lgandan ha bu adam vasiyati bormi yo'qmi deb chu qaraymiz. Vasiyatning o'zi 3dan 1gachilik. Qanchalik qildi bu adam? Meli qanchalik degan bo'lsa, agar chiqib ketgan 3dan 1gachilik bo'ladi. Onun deykin andikin u qilib qolgan tark mollar va andikin shu yuqorqi oyatga asosan taqsim chu qilindi. Va bu ayollar uchun ba'zi 4dan 1 va mana sizlar tark etgan narsadan. Yani siz ölüp ketipsizlar. Ölüp ketken bolsa, ayollar qilib qolgan bolsa, onun 4dan 1'ini berimiz. Sizlar qilib qo'ygan bolsanglar, qilib qo'ygan mollaringdan agar siz uchun bola bo'lsa. Yani bu adamning nimasi yo'q? Men yo'q. Uning bir 2-3 xotini bor. Xotin olgan bolsa, o'changizda bu qilib qolgan ayollarga qanday qilganimiz o'changizda 4dan 1'ini cho'p berimiz. Va agar sizniki siz uchun bolang olgan bolsa, ya'ni senin belanı var, hem 2-3 tane ayağın var. Benim muştaq boğan bolsa uçağın özüde, qandaq oludu desen, uçağınızda bu ayarlar için sizi terk etken, muşu mal mulukning özüde 8dan 1'ini bu önemi göremiz. Qanchadan ayarlı olan bolsa, şu ayağın özü için berimiz. Nima qilamiz o? Bal olmagan bolsa 4dan 1 olsa, bal sup qolgan bolsa uçağınızda 8dan 1'ini berimiz. Mana bu ishning o'zi ular vasiyat qilgan vasiyatdan keyin yoki qarzni ado qilib bo'lgandan keyin qarzni berib bo'lgandan keyin unda mushtaqcha taqsim cho'q qilinadi. Va agar bo'lsa bir odam ki varis bo'lgan bir odamni kalolabdi. Ya'ni varis bo'lgan odam o'zi kalolabdi. Ya'ni u odamning o'ziniki men ota-onasi balvoqilari yo'q, yo xotini ya'ni balvoqlari yo'q. Ammo bu odamning o'zi tog'isi yoki aka inisi yoki jiroq, yani kalala degan gapning o'zi u odamniki shu yerga yaqin qarobat bir oyatga asosan mana nasab jihati yaqin, ya'ni aka inisi, oji singlisi bundoq bir narsa yo'q. Uni da jiroq bir tuqqan bo'libdi. Ya'ni navri tuqqani voqeaga bundoq bo'lgan bo'lsa, yo ammachisi yoki tog'achisi degandek, tog'akisi degandek mushtoq bo'lgan bo'lsa, lekin u odam uchun nima bo'lgan? U odamniki mana aka inisi bo'lgan. Yoki oji singlisi bo'lgan. Bağ olan bolsa her bir üçün bağdır bu ikisinden 6dan çok bir çok bağ. Onun imkanımız uçağın özüde, mene şu kep kalan ajır qarak tıkkın olan bolsa uçağın özüde bunu 6dan 1'ini verimiz, uçağın özü müştak çok boludu. Mene her bir üçün bağdır bu ikisinden. Yani ak sınırlısın boğan, akka var sınırlısın boğan bolsa uçağın 6dan 1'ini verimiz. Kağını anladıkken akkadalı olan, kağını kep kalan, kağını var, kağını asasen bunda çok birlik çok verimiz. Eğer ulanın özü, ben aşağıda cih olan bolsa. Yani aşağıda nima ekan? Ulanın özü. Yani bir tal inisi, bir tal ağaçsı ya sınırlısı olan bolsa iş işte oldu. Eğer o iki inisi, iki ak inisi, ya ağaç sınırlısı iki demiştik cih olan bolsa, uçağın özü ula üçün, pes ula şeriktir 3dan 1'de. 3dan 1'de ula nim boludu ulağını qilib qolgan yilqi aka inisi ağaçsının özü ula cih olan 3dan 1 ula uçup berimiz. Qolgan ati qonu uçup berimiz. Bu ishning o'zi ular vasiyat qilgan vasiyatni ado qilib bo'lgandan keyin yoki qarzni ado qilib bo'lgandan keyin mushtaq taqsimchi qilamiz. Tanim qilib taqsim qilamiz. G'ayri mudarrin. Mana hech qanday bir odamga zarar qilmagan holatda mushtaqchi zarar yetkazmagan holatda mushtaqchi qilinadi. Mana bu adamning aka inisi oji singlisi bo'lgan. Buniki yeni bir yoki navrisi bo'lgan yoki nasi bo'lgan. Yoki olmaydi aka tog'isi bo'lgan yoki tog'ning navri tuqqani bo'lgan. O'chamiz buni bermaymiz yoki uni bermaymiz, mana epani jiq beramiz desak cho'p bo'lmaydi. Mana odil shaklda mushtaqchi bitarib cho'q qilamiz. Vasiyatan minalloh. Mana bu Alloh taoladan vasiyat qilingan hukmdir. Vallohu alimun halim. Men Allah Taala her qanday narsani bilgichidir. Bilganligi uchun shu Alloh Taala yuqorqidek nima qildi? Mirosni bo'lish taqsimotning o'zida ashtachu taqsimchi qildi. Ham taqsim qilish bilan birlikda bilish bilan taqsim qilish
bilib turib taqsim qilishdan birlikte her işini Allah Teala açtıktan hikmet bilen kaldı. Bunun tehdide cezmen nimeler var, cık hikmetler var. Eğer ayallama az yeripti, erler çıkırıptı, manın çıkırıptı degen gapın yüzü bu adamın yüzü resmi bir ilmi şeklinin yüzüde mene tefekkür kılıp oylangan bolsa, uçağız bu İslam dini cemiyetimizin yüzünün bir bütün gevde dep uçağınızda hemmesi bir-birisi müşundak meni alaqın müşundak kuşlandırılgan birinin asas kıptı deydiğen nim kılgan gap, bildiğen gap hikmet müşikken deydiğen gap. Hazırkı devrinin yüzüdek yavai hayvan, jit kuş hayvanı dek kim meni öğünün işidim şu er bilen ayal, bal bilen ata ana kim teppas menin onu beğenmeymen dep oşunda kılış arka oturmayı muhabbet yok benim müştakçı adet kılgan gibi. Hazır şununla birlikte andaki cemiyetimi tapsam alsam kandaksam mesela teppasam dep baş öyle tirişi karmayın haram halal karmayın müştak kılgan bir adetçi şekillendi. Beni bu nimo dünya perestlik. Benim bunun andaki bu işinki yüzü nima kıldı? Oturdu mehr muhabbetçi yok. Benim muşunda Kur'an bilen hadis bilen muşta taksimat muamele kılışçı yok. Yok olgandiken uçağımızı kanda kıldı. Me alimen dep çing tutup an eliyi versin. Onu kalsın bunlar. Oturup birbirine adalet, haset, birbirine şidemaslık ve öşbelikten ibaret olan muşunda kalamaka işçi çıkıldı. Bunun andaki cemiyetin yüzü nima kılgan gap uçağımızda buzulgan gap. Meni buzulmuş adet çok kelgan gap. Meni muştaq buluşun ise Kur'an-ı Kerim boyunca emel qılmaganlıqdan, Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu sünneti boyunca yol malmaganlıqdan meni muş adetki dünya çok kip kaldı. Bu dünyada tanışılan hiç qanday bir narsa yok. Çünkü dünyadaki boğan her qanday narsa kerakniki üzerine Allah Taala insanniki ihtiyaç asasen onun için alınmak için belki çok buluqluq. Yaratı buluqluq o yetidi. Aşk köz bir çıdımazlık, haset, muşundak mene yaman niyetin cihetinde muştakçı boğadıdı. Bir-birisi mene uruş öldürüp muştak katkanlığını yukarıvatımız. Şu uruş, şu kan, hıracet, şu neskerenin üzerine undak kanmayın. Çıraylık adam boğan meseleye düşüp, yaş bir-birisi ütüşüp, kan bolsa turmuşun yüzü paravan boludan gibi. Nahit ubda yaşaydığın gibi. Goya hazır dünya insan cemiyetin yavay mene muşu çöl ceziri bayavandaki yavay hayvan okşaydı. Kim nimiz kuş olsun onu tutup öldürüp yap işte kılınan bir aile şeklinde kaldı. Hadi dünyanın nimisi yok. Anladı Muhammed Munkedir Cabir ibn Abdullah radıyallahu ta'ala deydi. Kesel kaldım ben deydi. Şuna yoklap geldi beni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir şikayla beni yoklap çok geldi. Vallahi o ki o kişi piyade çok minvat yani eşekке yak at minip emez. Müştak çok minvat. Şuna kandak oldu dese geldi bu şikayla beni kaşımga yoklap geldi ve cezmen kad uğmiye aleyh. Ve cezmen ben hoşumdum ketkendim dedi. Hiç şimdi kimni geldi kimni hiç senimem yok. Müştak vaktimin kaşım kipti dedi. Yoklap. Şuna kelgendeki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarat aldı. Tarat hep şuna Peygamber bana yüzdeki taratın işip bağlan suyunu kıldı bana kuşdu. Yüzümü tak tüküpten hoşum gelmeyendeki. Köm geldikken şu an hoşum geldim dedi. Hoşum geldim. Peypaktu. Şuna dedim ben hoşum kilitlandı bu adam aşı yetip de ketken ölü doğan şeymendi. Şuna dedim ben ya Resulullah kandak kılma benim melimni kandak kılma. Emdirmiş ben mal taptım. Yani cihat kılıp uğruş yokmuş da neme kılıp bunu olcelipmiş takımın mal mı bu mal muluniki üzülme ben kandak kılman emdi. Ben o dünya bile epket kılınmaydı bunu. Digendeyken şuna kandak hüküm kılman menimki melim hakkıda ben kandak hüküm kılıpmış da tahsim kılman. Digendeyken şuna peygamber bana hiç kandak cevap vermedi. Hatta ki yani ayetul miras. Ben aldığı okan, ben başta okan, müş miras ayetinin özü şu vaktin üzerine okan düşken deydi. Onda varken ben özemniki eğer ülüp kalgan olsam malınınki üzerine ben açtıkça tahsim kılıttım. Yani demek her kanday bir adamın özü ben ülüp kalgan ölgendeki taksimatın özü ölmey turib taksim kısıp olmaydı. Ülüp bolgandaki o adam ketip tügedi. Onu deki kapgan hayat kapgan adam ben onu dini alimler mesul oluş arkalık mı İslami devlet onun devletinin kılışı arkalık mı taksim kıp verdi. Bunun için müştah çok kıldı o değil. Onda varken ben müştah yetiş kalsa sen ben cezmen bu adamın yüzü ben kandak kılış gerekken
o'lgandan ya'ni o'lishdan onni taqsim qilish bo'lmaydi. O'lgandan ondan rasmiy nima qilish kerak? O'chani taqsim qilish kerak. Agar u vaqt o'zi o odamniki o'zi bolalar yonida qaraq, yomanda qaraq, yo'q olmaydi demi yo'q. Amin bo'lamisa, rasmiy o'lganlik ishorat unda bo'lgan bo'lsa, o'chani taqsim qilmada qilman deb Qur'on hadis qilib bermasa bir gap. Ammo buni o'z tushunsa, o'ziniki fikriga asosan o'lmay turib, "Men ani al, mamani qal, undaq qil" desa, qat'iy bo'lmaydi bu, durustchi bo'lmaydi. Bundaq taqsim qilishning o'zi nima? Harom. Qat'iy durustchi emas. Mana bu aytsin o'zini mushtatchi chiqadi. Unda bo'lgan ekan bir odamning o'ziniki mushu qilib qolgan malning o'ziniki hissiyoti yo tushuncha yo fikr yoki yashayotgan yeriga nimaga asosan bundaq taqsim qilish mayli. Men mo'min demasiz mayli, musulmon demasiz mayli. Onun işimiz yok. Ben Müslüman deb turib, mushundaq qon bo'lsa, bu qat'iy nimcho durustchi bo'lmaydi. Buni nima qilishimiz kerak? Bunga diqqat qilishimiz kerak. Babu ta'limil faraizi. Meni bu miras ilimlerini o'rganishni bayon qilishninki nimasidir o babudur dedim. Yuqorqi babning o'zida ikki oyatning o'zi miras ilmining asos manbaichi bu. Endi bu miras ilmininki o'zini qarab baxsak, har kitoblar shunda chiqchi o'lmadim yozayotgan. Asosan buning o'zini matematik bilgan odam o'zi bu oson, obdan nim qiladi buni biladi. Bu bir qadar nima şu odamga nisbatan bilmagan odamga nisbatan bu mushkil. Hozir o'qib o'qinim degan gap deb. Ammo buni bilgan odam uchun nima u oson. Unda o'g'adikan bu ilim miras pek muhim bir ilim bo'lgandan keyin ham payg'ambar alayhisalom boshda deganimizdek, mana ummatning ichidan eng oldidan yo'qoladigan ilim mirosi ekan. Bu ilim miros deganiki biz bunuga asosan jazman ilimninki miros ilmining o'zincha nima qilishimiz kerak, davom o'qishimiz kerak. U diniy ilm o'zi faqat o namozniki nimasi o farz yoki vojib yoki tahorat u nima emas. Men mush narsa kerakni o'qishimiz kerak. Bu chunki har bir odamning nima bo'ladi, o lozim bo'ladi. Bu odamda gapni qilib unidagi farz ilm mirosini o'zini o'rganish deb qilishi chunki ilm miros o'rganilmasi uchun bo'lmaydi. İlim bilen bo'ladi chunki islom dinimizning bütün ta'limotlarning hammasi uni bilish bilan bo'ladi. Bilmay turib qilsak-chu jahil bo'lib qoladi, u xatochi ketib qoladi. Va dedi Uqbat Amir degan sahabening o'zi. Mana bu sahabe kat sahabe. Muaviy roziyallohu taoloning zamonida Misr vali bo'lgan odam ekan. Ba'zan Misrda, ba'zan Madinada ilib ketdi degan ko'z qarashi bor ekan. Shundan Uqbat Amir roziyallohu taoloni shuna dedim. Ta'allamu qabla zannin debdi. O'rganinglar sizlar mana zanninninki oldida gumohor, gumon qiladigan, ya'ni shak gumon bilan ish qiladigan kishilarning oldida siz ilmni o'rganib, jazman shu narsa qanday ekanligini so'zlab bilinglar. Agar siz unda qilmasangiz, hamma odam o'zining gumoniga asosan, shakka asosan, o'zining mushu xato tushunchaga asosan qoladi, ish qilib qoladi. Buni ular andikan o'zim asadi, uniki xarmchi ozdirdi. Deb meni Uqbat Amir radhiyallohu ta'olani mushtaqchi degan. Zannin degan gap allazin yatakallamuna bildan. Anda bir kishiki ular gumon bilan gap qiladi. Ya'ni gumon bilan gap qildi, uningki qilgan gapning o'zi hech qanday vaqtida Qur'on yezik asosan emas. Uni asoschi qilmaydi. Qilmay o'zi o'yinib, xiyol paras qilib mushtaqchi qiladi. Endi bu gapning o'zida İmam Buxoriy rahmetullohi alayhining o'zi bu yerda hadisni keltirmay Uqbat ibn Amir roziyallohu taoloninki gapini keltirish sabab, chunki İmam bu ilm miros to'g'riliq payg'ambar sallallohu boshqa degan İmam Ahmad qatorliq, İmam Nasai degandek qator olimlarning kitobi bor. Mana bu kitobning o'zida payg'ambar alayhissalatu vassalam mana shunday degan. Sizlar allimu ta'allamul faraiz. Sizlar ilm mirosi sizlar nima qilinglar? Miros ilmini o'rganinglar va uni insonlar uchun o'rgatinglar. Men o'lib ketgan bir odam jazman ilm meni qabz qilib ketadi. Ya'ni ulamalar o'lish orqali ilm, diniy ilmning o'zi yo'qolib ketadi. Chunki diniy ilmning o'zini, mana Qur'on hadisdagi ilmning o'zini yer sharining o'zida rasmiy to'xtatgan kishi kimlar?
Yani ehli ilmi, hakikat takva olan ehli ilmi. Meni bular öğrengen deyiş, sözleş, əməliyyat qilish orqali to'xtadi. Unda o'g'adikan o'lmalarningki yurishi orqali ilmchi, diniy ilmchi o'zi yo'qolib ketadi. Uning uchun buni bar qilish uchun jazman nima qilinglar, o'rganinglar va o'rgatinglar. Hattoki mana bir farzda ikki odam muxtalifcha qarshilashib qoladi. Bir farzning nimani o'qimay. Hozir qanday odam shunda johil nimasi yetdi-ku. Mana shakli jihati bilgan bo'lsin, lekin farz amallar degan nima? Namozning farzi, zakot, haj, umra deganlar mushlar farzlar bor. Mana 32, 60 necha, 100 necha deyotgan. Shuni kim biladi? Kim biladi? Men musulmon deydi. Ammo uning hayoti bekorga o'tadiki, bir qator meni o'rganib qo'yaychi demaydi. Mushlarcha talishib qoladi. Mana ikkisini o'ttirsini men oilaydigan odamni chu topolmaydi degan imom mana payg'ambar alayhisolatu vassalomning mushtaq nimalari bor yozadi cho'ban. Yeni bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ilmni o'rganib va o'rgatadi. Chunki meros ilmi ilmninki yerimidir. Mana bu meros ilmi mening ummatimdan birinchi bo'lib tortilib ketadigan narsa mushu degan. Onun için şu İmam Buxoriy o'zining shart degan hadisni o'zi tushungan bo'lsa-mu, mana buni ishorat qilish orqali Uqbat ibn Amirning gapini o'zining rais rivoyat qilgan shartga asosan tushib buni degan. Şu payg'ambar bu gap deyish orqali ilmning ne kadar mana bu meros ilmini, bo'lib bo'lmash meros ilmini o'rganishning ne kadar muhim ekanligi nima o nihoyat zarur. Buni o'qimasak çok bo'lmaydi. Buni bilmasak bo'lmaydi. O'rgatishimiz çok kerak. Unda o'adikan Uqbat ibn Amir mana nima debdi? Ta'allamu qabla dhannin. Yani ilim mirası, babni o'zi chog'lasa nima qilsa, ilim mirası bilmagan odam mirasi taqsim qilaman deb o'zining gumoni, hissiyoti va tushunchasi yoki kichikroq nimasiga asosan qandoq qilib qolgan gap hukmchi qilib qoladi. Bunda bir ishning paydo bo'lishining oldida siz ilm mirasi o'rganib olinglar. Mushtaq qilmasak bo'lmaydi ekan. Chunki gumon bilan ish qilishning o'zini islom dinimiz qat'iy nima qiladigan to'sadi. İnna dalalahu minel haq şeyen. Cezmen guda hakikatin hiç qanday bir payda qilmaydi. Faqat u nima? Zarar. Endi bu yerda gumon gapning o'zi egar u gumonning o'zi masalan mujtahid olimlarning o'ziga o'xshash mana Qur'on hadis bo'lgan bu asliga tayinib turib gumon qilib o'changizda mandaq o'xshaydi degan bo'lsa bu maqbul. Ammo bu hech qanday narsaga bu tayinmasdan o'zidagi xiyoli yoki o'zidagi tasavvur yoki o'zining fikr tushunchaga asosan gumon qilib mandaq degan bo'lsa bu tibda nima u xato bo'ladi. Ya'ni buni shu demoqchimdi. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyyâkum ve zanne. İştene bu mine zanni. Yani bu nimdeyimiz onun. Yani bununki mef'ulun bir ameli mine o nimesi mehsup buluş vacip boğan nersinki mef'ulun birinin nimesi de katardı. İyyâkum ve zanne. Jirah kuluna guman kılıştın. Gumanlık yap kılıştın. Yani asli tayanmay, hakikat doğru bir narsaga tayanmay, asli uni manba qilmasdan o'zingni gumon qilish orqali mana bu gumon deb menda anda deb qo'ydim deb unda qilishni saqlaninglar. Chunki gumon degan nima? Mana bu yerda gumon deydi, gumonninki o'zi bu shak degan gapning o'zi ikkili tarafning o'zi %50 bo'lib qolgan bo'lsa bu shak. Agar bir tarafning o'zi mana 40% salmada qarab, ammo 60% mana qarab olsa gumon bo'ladi. Bundaq shundaq asliga tayinlagan vaqtda bu 40% emas, ammo 60% shu qolgan vaqtda buni bunda shu qilmaslik kerak. Bunda bir gapni shu qilmaslik kerak, bunda bir narsa uchun so'zilmaslik kerak. Bu nima qiladi islom din? Buni shu to'sidi. Chunki dunyoda bo'layotgan xatolik ish, xato fikr, xato tushunch, men ilmiy deyishda, ilm fan deb deyotgan narsa ko'pincha gumonga ustiga qurilgan. Gumanın üstü kuruluşu arka anı xalqın guman bilan anı beqatumma guman qilib, anda qilib, manda qilib hech qanday bir adam köməklik yoki u adam vahiy köməklik 2000 yil, 3000 yil, 3 milyon yil, 500 milyon yilga kim tugadi? Kimni qildi? Guman. Aşağıda onu qilganmışlar. Yüzün to'g'ri, yüzünki bir kasb bo'lgan bir usuli var. Mesela mito usullar qarab, bunda qilishi mumkin. Lekin uni shu bildira olamdi. Bir modda qarab bunda deyish bo'lamdi. Uni da boshqa jiq narsa yo'q bunda. Bo'lib bu axloq masalaning o'zida bir odam bunda gumon qilish qat'iy bo'lmaydi. Jazman gumon degan mana so'zningki eng yolg'onchisidir. Qanday yolg'onchi?
Bu yalgancılık. Ama yalgancı buluşun üzerinde en köp uçuraydigan yalgancılık guman. Guman qilish orqali gap qoladi, ish qilib qolsa, andaki bu odam nima yolg'onchilik chiqadi, andaki bu yolg'onchilik chiqadi. Bunda bo'lib qoladi. Uning uchun guman qilish degan gapni shu saqlanadi. Wala tahassasu wala tajassasu. Sizlar kishilarniki ayib nuqsonning o'zini men bilay deb hargiz ko'z qulog'ini uyaga selish orqali tiklab qarab turib bunda ishni cho'q qilmanglar. Wala tajassasu. Hargiz bir odamniki ichki ahvolini o'zini ayib nima o'qiman deb, o'sha maxfiy tursin buni aqtirib yurib bunda bir ishni cho'q qilmanglar. Meni buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana bu yetişten. Şunun da Kur'an-ı Kerim Allah muşun için üstüne. Lekin hazırki ahvalimiz qanday bo'ladi? Mana yakın qarindoshlar va musulmon bir-birisiga bo'lgan qarindoshning o'zi bir-birisiga ashta eyibini qo'lab, bir-birisiga nemish qo'ydi degan puchqishlab, mushtaq aqtirib, hattoki insonlarning hozirgi hayotining o'zi mana shundoq bir maxfiy holat qablishning o'zi kafolat qilmaydigan holat bo'lib ketdi. Bütün ishning hammasi mushtaq bo'lib ketdi, kupurning qo'liga o'tgandek ekan. Ammo islom dinimiz undaq qilishga buyurmaydi. Derhal şu ama bu adamın özü mesela hakimiyet olgan bolsa, hakimiyet arkalık mesela sot yoki saqchi yoki teftiş organlarının özüden bu adamlar tekşirip bakay. Bu qanday adam dese o başka bir gap. Ama buniki oturup tekşiriş arka onu eğimini düşürmen, onu ezimen, harlayman, soltavatman, yan tatkuzman diye asasda işte abrını düşürmen diye asasda kılıçın özü katten inmez o duruşçu emez. Wala tabağadu. Ve sizler bir-birisinden her gün nem kılışmanlar, bir-birisinden mana düşmançı buluşmanlar. Çünkü nima? Her bir adam bir-birisine nima qarindosh. Wala tadabaru. Ve her gün bir-birisinden nem qilmanlar, aqanışıp qalmanlar. Bir-birisinden uçkish qilganda o'shmanlar qilib qo'yib birisi aqagan, birisi aqan bunda dümenlik qilib, bir-birisini tark etadigan, qarmaydigan, so'zlashmaydigan, aralashmagan bu da bir ishni çok qilmanlar. Ve kunu ibadallahi ihvanen. Bulunla hey Allah'ın bendeleri. Ya ibadallah deyin gep. Ya degen harfin hep nidanın harfi düşüp ketdi deyin gep. Bulunla hey Allah'ın bendeleri qarindosh bulunla. Qarindosh nem qilinglar. Bulunla qarindosh bulunla deyin nima degan gap? Qarindosh aslida ak uka, ağaç singil diğerlerinki otursuzda bulunduğun qarindosh ne deydi o tuqqanlık ihvatun deydi. Ahun deydi Arapçada. Ayollar gelse ihvatun, uhtun deydi. Çünkü bu qarindoshning o'zi qarin degan qo'saq degan gap. Mana ikkisidagi chiqadigan yeri bir. O adamning chiqadigan yeri ma opisining qo'sag'i, ma odamning yeri opisining ikki bir ayolning qo'sag'i, ham ikkisidagi kelgan yeri bir adam suydan keliklik degan gap. Unda o andaki sizlar qanday qilinglar ota-ona aka ağacısını qo'ymishlar o'tadi. Shuningdek musulmonlar islomiy qarindoshlik va islomiy uxuvatning ustida qurilsinki, mushundaqchi bo'lsin. Aka ukudak, ağacısındek mushtaq bir-birisiga mehribon, bir-birisiga kuyimjon, bir-birisiga noyatibak nima, yaxshi muomala qiladigan, men mushundaq nima qilsin, men bo'lsin. Mushtaqchi bo'linglar. Deb Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müştah dedi. Yani bu ayetin özü bulup bizdeki Uygur milletindeki hazırki devrimizde acayip beklenim kılıdı, mas çekildi. Bu işler katli kılmasak çok bulmaydı. Müşundan dep durdu. Lekin müştah kılmız mı? Bir-birisine düşman, bir-birisine adavet, müşundan bir-birisine eyibini içmişler arkalarımızdan meşgul vatimiz. Şunlar bizimki oturumuzki hiç kanda bir dava ya başka işimizi ravajda olmağanlığı, ben emeliyetten müstakillikten ibaret olan bunda bir işinki bulmağanlığın sebebi, benim şu Kur'an yelisinki üzü emel kılmağanlık. Üzüki menfaati yaqaga vaqtida şunda bile emel o dep geldi. Ama üzüki menfaat kim ya Kur'an yazıp taşlap koyduğun gibi. Bu nima o tahribning özü Allah Teala Yahudilar açtaqanı için har açtaqatqan. Onun için bizge muşundaq sebepnin üzerinde muştaq hardan keliş sebebinin birisinden ki men muş boluşu mümkün. Onun için mana biz yazman bütün vücudumuzdan Kur'an yazıga amal qilishimiz, Kur'anda Allah Teala nima deydi, şu buncha amal qilishimiz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mana nima deb ta'lim berdi, nima deb o'rgatdi, bunda amal qilishimiz kerak. Endi bu ayetning o'zini babu ta'limil faraiz degan bu babning o'ziga akilish ma'nosini o'zining iyyakum valdan. Çünkü ilim perzini okumayıp bir adamning o'ziniki mirasini ağırıp qo'yishdan Qur'on ayeti nima debdi degan asos bo'lmagan bo'lsa, o adam nima qilib qolgan, naqancha gumon bilan bo'ladi. Nima u gumon?
Gumonning o'zi hech qanday haq, ya'ni to'g'ri narsaga olib bormaydi. Uning uchun mushta bir bo'lish narsaning o'zini oldini olish uchun qanday qilsa, gumon bilan ish qilishning oldini olish uchun jazman o'qing. İlim mirasının o'zini o'qing va o'rgating. Onun uchun bilim bolalarınızı o'qitdi, o'zingiz o'qing va bolalarınızı o'rgating. Shu bo'yicha nima qilsin, amal qilsin degan. Men mushu gapning jani Imom Buxoriy bu yerga keltirish sababchi men shu. Uning uchun jazman ilim mirasini biladigan har bir rayon, mahalla, men mush o'rinning o'zida jazman buni biladigan bir olimchi bo'lishi kerak. Jazman bo'lish kerak. Agar undaq bo'lmasa, biz u mirasning o'zi Qur'on yazib bo'yicha bundaq taqsim qilmasak, biz ig'ir darajada bo'lamiz, xatolashgan bo'lamiz, ozg'unchoq bo'lib ketamiz. Oqibatimiz do'zaxga kirgan holatga kelib qoladi. Uningki oldini olishimiz uchun jazman balvoqlarimizni, tuqqanlarimizni o'qiymiz deb chiqqan kishilarimizni, diniy o'da o'qiymiz deb kelgan chiqqan kishilarning o'zini jazman her tarafni qo'llab uni o'qitishimiz kerak. Agar bolalarimizni o'qitamabdik, boshqalar borkan, uni qarab biz uni qilishimiz kerak, jazman o'qitishimiz kerak. Her tarafdan mana ilhom berish va moddiy tarafdan imkonimiz bo'lsa yordam berish orqali qilishimiz kerak. Mushda qavvaqtida ondikin Allohning rahmatiga erishib, bu dunyo va u dunyoda bizning ahvolimiz yaxshi ko'p bo'ladi. Wa akhir da'wana alhamdulillahi robbil alamin.